Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hazrat Burhoniddin Marg'inoniy rahmatullohi alayhi hidoya asarlaridan dars qilayotgandik. Hop, Allohning fazli, karami bilan biz tahorat kitobini va namoz kitobini, va namoz kitobi tabiiyki juda ham hidoyani eng katta kitoblardan hisoblanadi. Uni tugatdik. Alhamdulillah. Endi undan keyin zakot kitobini o'qidik. Zakot kitobi ham o'ziga yarasha murakkab edi. Tushunyapsizlar-a? Ana o'sha davonlarni oshib o'tdik alhamdulillah. Endi savm kitobi keldik. Demak, savm, roza tutishlik. Imom Muhammad Jami' Sag'irda namozdan keyin keltiradilar buni. Nega desa, chunki ikkovi ham badaniy ibodatda, zakot moliyaviy ibodat. Tushunyapsizlar? Shuning uchun yaqin keltiradi. Lekin boshqa tabiiyki bilamiz oyat hadislarda doim namozdan keyin zakot keltirilganda, shuning uchun ham biz boshida aytdikki, namozdan keyin zakotni keltirish sababini o'sha yerda aytgandik. Xo'p, savm degani o'zi lug'atda imsok degani, odam tiyib turishlik degani o'zi. U ehtimol gapirishdan ham tiyib turishi mumkin, yeb ichishdan ham yoki masalan hayvon somal faras deyiladi, yemay turdi degan ma'noda. Tushunarlimi? Xo'p, demak istilohda, fiqh istilohida nima degani? Subh sodiqdan quyosh botgungacha yeyish, ichish va jimoni tark qilishga aytiladi. Xo'p, endi yana batafsil bu haqida bahs qilamiz. Xo'sh, endi roza qachon farz bo'lgan deyilsa, hijriy yil 1-yilni o'sha yarmi, xo'p, Sha'bonni 10-larida farz bo'lgan deyiladi. Tushunarlimi? Hijriy 1,5 yil o'tganda o'sha Sha'bonni 10-sida, xo'p, Ka'ba qibla burilgandan keyin bo'lgan. Tushunarlimi? Xo'p, Quduriy aytadilar, as-savmu dorban. Demak, roza hop 2 xil bo'ladi deyaptilar. Tushunarlimi? As-savmu dorban 2 xil bo'ladi. Diqqat qiladigan bo'lsak, birinchi taqsimotiga kirishyaptilar. Hali ta'rif aytmasdan turib taqsimot. Bu o'zi kitoblarda odatda shunday keltiriladi. Nega desa, ta'rif oson bo'lishligi uchun shunday qilinadi. Birinchi bo'lib, keyin ta'rifi beriladi, tushunish oson bo'lish uchun. Hop, demak, vojib va nafl. Roza vojibi bor ekan, nafli bor ekan. Xo'p, vojibni o'zi 2 xil bo'ladi. Tushunarlimi? Vojib 2 xil bo'ladi. Minhu ma yataallaq bi zamanin bi aynihi. Demak, shunday vojibki, muayyan bir vaqtga doir bo'ladi. Ya'ni aynan uni vaqti, muayyan vaqti bo'ladi. Tushunyapsizlar? Xo'p, masalan, kasomi Ramazon va nazril muayyan. Mana Ramazon rozasi kabi. Diqqat qilaylik. Ramazon rozasini Alloh taolo belgilab bergan. Muayyan bu. Ya'ni Ramazon oyi kirdimi, u roza o'zidan nima bo'ladi? Demak, vaqti kirgan bo'ladi. Hammamiz tushunyapmiz-a? Buni shariat nima qilgan? Tayin qilgan deyiladi. Hop, ikkinchi tayin turi borki, banda tarafdan tayin bo'ladi. Masalan, banda nima deydi? Men falon kuni men roza tutaman deb nazr qiladi. Demak, bu nazri muayyan deyiladi. Hamma tushundimi? Bu banda tarafdan bo'ladi. Shunday ekan, endi fayajuzu bi niyyati min al-layl va in lam yanwi hatta asbah ajzathu niyya ma baynahu va bayna zawal. Xo'p, endi shunday ekan, kechasi, ya'ni tong otishdan oldin nima qilsa, niyat qilsa joiz bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Va in lam yanwi, endi agar niyat qilmasa, kechasi niyat qilmadi bir kishi. Aslida tong otishdan oldinoq nima bo'lishi kerak? Niyat bo'lishi kerak. Hattoki tong otdi. Endi ana o'sha tong otishdan o'sha zavolni orasida nima qilsa bo'ladi? Niyat qilsa bo'ladi deyaptilar. Demak, bu Quduriyning gaplari bu. Xo'p, pastroqda ham bu haqida yana batafsil gap keladi. Imom Muhammad nima deydilar? Ya'ni shar'iy nahorni yarmigacha deydilar. Tushunarlimi? Shar'iy nahorni yarmigacha deydilar. Inshaalloh uni bahsi yana pastroqda batafsil keladi. Bu Imom Quduriyning lafzlari. Tushunarlimi? Shuning uchun ham ko'pchilik Imom Muhammadning lafzlari yaxshiroq deyiladi. Tushunarlimi? Unda aniqroq belgilangan. Xo'p, demak, Imom Malik mazhablari esa aytadilar-ki, yo'q. Farzam, naflam albatta nima bo'lishi kerak? Albatta kechasi tong otishdan oldin niyat bo'lishi kerak deydilar. Imom Shofiy ham xuddi shunday deydilar. Tushunarlimi? Joiz emas deydilar. Imom Ahmad ham xuddi shunday. Tushundingmi?
Bu Şafiilar urutdan ozgina oldin yaqsa o'tolmasmi? Urutdan oldin? Hozir buni tafsiloti bor, xudo xohlasa. Buni men qisqa, ya'ni mujmal qilib, ijmolan aytyapman. Inshaalloh tafsiloti borligi uchun inshaalloh tafsilotiga kirishamiz. Hop, i'lam deyaptilar. Bilingki, anna soma Ramazon farido. Demak, Ramazon ro'zasi bu farz. Hop, nega desa, buni dalil nima? Mana Alloh taoloning oyati kutiba alaykumus siyom. Demak, ro'za sizlarga farz qilindi deydi. Va Ramazon ro'zasini farzligi borasida ijmo bog'langan. Demak, bu farz. Shuning uchun ham buni inkor qilgan kishi kufrga hukm qilinadi. Tushunarli? Kofir sanaladi. Xo'p, diqqat qilaylik. Endi nazrchi, nazr. Kishi nazr qilsa, bu nima bo'ladi? Bu vojib bo'ladi. Buni ham dalili oyati karima deyaptilar. Val yufun uzurahum, nazrlarga vafo qilsinlar deydi Alloh taolo. Buyuradi. Diqqat qilaylik. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Mana Ramazon ro'zasini farzligini mana oyatdan keltiryapsiz, nazrni vojibligini ham oyatdan keltiryapsiz. Nega nazrni ham farz deyilmadi degan savol paydo bo'ladi. Shundaymi? Bu borada ulamolar aytadilarki, Alloh taolo val yufun uzurahum, nazrlariga vafo qilsinlar degani, bu nazr ulamolar bil ittifoq aytadiki, nazr faqatgina ro'za emasda. Tushunyapsizlar-a? Nazrni ichiga nima qilish, masalan, oddiy ibodat bo'lmaydigan, masalan, tahorat qilaman deb nazr qilish mumkin. Tushunyapsizlarmi? Yoki nima qilish mumkin? Yoki masalan, ibodat bo'lgan boshqa amallarni nazr qilish mumkin. Masalan, kasalni ko'rib kelaman deb nazr qilish. Demak, nima bo'lyapti? Nazr degan narsa faqat ro'zaligi qolmayapti-da, boshqa xoslanyapti. Tushunyapsizlarmi? Hop, usul fiqh ilmida nimaga o'tganmiz? Omni o'tganmiz, umumni o'tganmiz. Bu yerda nazr desa nima? Ro'za bo'lish kerak-da endi. Endi o'shanda aytganmizki, ba'zisi xoslansa deganmiz. Mana bu yerda o'sha nazrlarni ba'zilari xoslangan. Ya'ni u ro'za bo'lishi mumkin, masalan, tahorat bo'lishi mumkin yoki kasalni ko'rish bo'lishi mumkin. Shunday ekan nima bo'ldi endi u? Dalil nima bo'lib qoldi? Qat'iylikdan zonniylikka tushib qoldi. Bilamizki, o'sha ba'zisi xoslangan om nima hisoblanardi? Bu zonni hisoblanardi. Demak, zonni dalil bilan nima sobit bo'ladi? Vojib sobit bo'ladi. Shuni yana bilishimiz kerakki, dalillar nima bo'ladi? Qat'iy bo'ladi. Qat'iy va zonni. Qat'iyni o'zi dalolat qat'iy va subut qat'iy deyiladi. Subut degani yetib kelish. Mana shu oyat karima, ya'ni oyat, Qur'on subuti qat'iy hammasi. Chunki bu mutavotir tarzda yetib kelgan. Lekin dalolati zonni bo'lishi mumkin. Qanday bunday bo'ladi desa, masalan bir oyat kelyapti, uni lafzi aynan bir o'sha lafz dalolati masalan ehtimoliy bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlar? Aynan bir lafzga qat'iy dalolat bo'lmasligi mumkin. Ehtimoliy ma'nolar bor-ku endi. Oyatda kelyapti ehtimoliy ma'no. Demak, bu dalolati qat'iy emas deyiladi, zonni deyiladi. Hadis nima bo'lishi mumkin? Hadis qat'iy, ya'ni dalolati qat'iy, subuti ham qat'iy bo'lishi mumkin. U qaysi? Mutavotir va masalan mashhur hadislar odatda. Tushunarli? Subut deganda bizga yetib kelishi, dalolat deganda lafzlardagi dalolat qilish. Agar mana ba'zida hadislar subuti zonni bo'lib, dalolat qat'iy bo'lishi mumkin. Ya'ni yetib kelishi, bizgacha yetib kelishi ohad xabar bo'lib, lekin lafzi, hadisning lafzi aynan bir narsani qat'iy, hech qanday ehtimolsiz dalolat qilishi mumkin. Shuning uchun ham farz ham subuti, ham dalolati qat'iy bilan sobit bo'ladi deyiladi usul kitoblarda. Tushunarli-a? Vojib esa yo dalolati yoki subuti zonni bo'lgan bilan sobit bo'ladi. Tushunarli-a? Tushuntira oldimmi? Lekin ham dalolati ham subuti zonni bo'ladigan bo'lsa, endi undan sunnat sobit bo'ladi. Tushunyapsizlar? Yo dalolat yoki subut zonni bo'lishi. Ikkinchisi albatta qat'iy bo'lishi kerak, vojib sobit bo'lishligi uchun. Tushundingmi? Endi bularning hammasini yana tafsiloti bor. Umumiy qoida shu. Demak, tushundigan nimaga val yufun uzurahum buyruq bo'lsa ham, mana qat'iy bo'lsa ham, dalolati ham qat'iy. Tushunyapsizlar? Lekin nima bo'lyapti? Lekin bu xoslanyapti. Shuning uchun ham bu endi vojib bo'ldi.
Va sababul avval, birinchisini sababi. Birinchisi, ya'ni Ramazon ro'zasini sababi. Demak, usul ilmida aytganmiz, har bir nimani, ibodatni, amalni nimasi bor, sababi bor. Masalan, namozning sababi vaqt dedik. Tushunyapsizlar? Zakotniki o'suvchi nisobga ega bo'lish dedik. Tushunyapsizlar? Bundagi sabab nima? O'sha Ramazon oyini ko'rish kerak. Tushunarlimi? Ramazon oyini ko'rish kerak. Shuning uchun ham valihaza yudof ilay. Shuning uchun ham odatda nima deyiladi? Odatda savm Ramazon deyiladi. Izofalar odatda sabab ekanligini ifodalaydi. Masalan, sadaqai fitr deyiladi. Demak, sababi fitr. Tushunyapsizlar-a? Xo'p. Demak, va yatakarrar bi takarrurihi. Va yana sababni ikkinchi nima jihati shuki, bilamiz, namozni sababi vaqt dedik. Ana o'sha vaqt takrorlanishi bilan namoz farz bo'lib boraveradi dedik. Ramazonda ham xuddi shunday. Ro'za oyi, Ramazon oyi takror kelaversa, nima bo'lar ekan? Farz qayta takror bo'lar ekan. Demak, bu uni sababiyatligiga dalil. Xo'p. Endi shu o'rinda yana bir narsa bor. Kullu yawmin sababu wujubi sawmihi. Endi o'zi vojib bo'lishini o'zini sababi deydilar. Umuman nafsul vujub Ramazon oyi deyiladi. Lekin har bir kuni o'sha kunni, tushunyapsizlar-a? Ramazonda har bir kuni o'sha kunni ro'zasini nimasi sababi deyiladi. Hammamiz tushundik-a? Xo'p, endi Abu Zayd Dabusi bilan Faxrullon Bazdaviy shunday nima qarashdilar. Tushunyapsizlar-a? Har bir kun o'sha kunni ro'zasini sababi deydilar. Xo'p, Imom Saraxsiy va boshqa ulamolar esa umumiy deyshadi boyagidek. Shundan ham umumiy Ramazon oyi to'liq o'sha Ramazonga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi deylar. Xo'p, bu Ramazonning sababi edi. Ro'zani sababi. Va sababu sani ikkinchisi, ya'ni nazrni sababi bu nazr qilishlik. Tushundingmi? Nazr qilsangiz, ana o'sha nazr qilishingiz sabab bo'ladi o'sha nazrni ado qilishlikka. Demak, nimani? Ro'zani sababini o'rgandik. Endi sharti nima? Va niyatu min shuruti. Endi niyat bu uni shartlaridan hisoblanadi. Tushunarlimi? Niyat bu ro'zani shartlaridan hisoblanadi. Inshaalloh buni pastroqda hammasini bayon qilib, buni tafsilotini keltiramiz. Tushunarlimi? Chunki niyat 3 xil bo'lishligi, tushunyapsizlar-a? Niyat 3 xil bo'lishligi va bu boradagi mazhablar ora ixtiloflarni hammasini bayon qilamiz. Xo'p. Demak, tepada matnda, ya'ni matn bayon qilingandan keyin Imom Shofiy rahmatullohi alayhi joiz emas dedilar-a? Tushunarlimi? Ya'ni shar'iy nahorgacha biz shar'iy nahorni yarmigacha nima dedik? Joiz dedik. U kishi joiz emas dedilar. U kishini dalillari, ya'ni vajhu qawlihi fil xilafiyya. Demak, bizga xilof qilgan masaladagi u zotning dalillari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. La siyama liman lam yanvi siyam min al-layl. Diqqat qilaylik. Kechasi ro'zani niyat qilmagan kishini ro'zasi yo'q degan hadis. Tushunarlimi? 4 ta sunan sohiblari buni keltiradilar bu hadisda. Tushundingmi? Xo'p. Bu zot dalilni qaranglar. Kechasi niyat qilmagan kishining ro'zasi yo'q. Xo'p. Demak, bu naqliy dalillar. Yana aqliy, usuliy jihatdan aytadilar. Va li'annahu lamma fasada al-juz'ul awwal li faqdi niyya ana aytadilar. Demak, kunni avvalgi qismi fasod bo'ldi dedilar ro'zasi. Nega? Niyat yo'q edi dedilar. Kunni avvalgi qismi niyatsiz bo'lgani uchun ro'zasi fasod bo'ldimi? Fasadasani ikkinchi qismi ham albatta fosid bo'ladi dedilar. Tushunarlimi? Chunki u kishi aytadilarki, fosid bo'ldimi, u hech qachon qayta sahih bo'lmaydi dedilar. Nega? Darurata annahu la yatajazza ana. Shunday nima zaruratdanki, ya'ni ro'za hech qachon bo'linmaydi. Tushunarlimi? Ro'za, ya'ni farz ro'za nima bo'lmaydi? Farz ro'za juzlanmaydi dedilar. Shunday ekan, juzlanmaydigan narsani bir qismi fosid bo'ldimi, hammasi fosid bo'ldi degan dedilar. Hammamiz tushundikmi? Lekin bi xilafi nafli, ana naflni xilofida. Naflni xilofida. Ana demak, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi ham aytadilar, boya siz aytdim-ku tafsiloti bor deb. Naflda u kishi aytadilar, kechasi niyat qilmasa ham bo'laveradi dedilar. Naflda. Tushunyapsizmi? Nega desa, chunki u kishi nazdida, u kishining mazhablarida bu, ya'ni nafl
juzlanadi deydilar. Tushunarlimi? Masalan, kishi kunduzi qachon niyat qilsa, ana shu niyat qilgan vaqtidan u ro'zador hisoblanadi deydilar. Faqat bitta sharti borki, o'sha subh sodiqdan buyon yemagan bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Subh sodiqdan buyon yemagan bo'lishini shart qiladilar. Xo'p, yana bir jihati borki, u kishi nafl juzlanadi dedilar, ha? Chunki nafl nimaga bog'liq? Nafl insonni ya'ni tirishqoqlik, quvvatiga bog'liq bo'ladi odatda. Ya'ni quvvatli bo'lsa olaveradi. Ehtimol kishi zavoldan keyin nima bo'lar? Nashoti kuchayar deydilar. Shuning uchun ham hatto zavoldan keyin ham nima bo'ladi? Tutsa bo'laveradi deydilar. Faqat sharti nima? Faqat sharti subh sodiqdan buyon yemagan bo'lish kerak deydilar. Xo'p, juzlanishi degani ajr va savobda, shuni bilishimiz kerak. Ajr va savobda juzlanadi degani. Ya'ni bir kishi to'liq o'sha kuni ro'zasini tutmasdan yarmini tutdimi, yarim savobini oladi degani. Bu degani hukmda o'sha ro'zani tutishni o'zi kunni yarmidan buyog'ini ham ro'za tutish bor demaydilar u kishi ham. Tushunyapsizmi? Faqatgina savob nima bo'ladi, juzlanadi deydilar. Shuning uchun ham boyaga subh sodiqdan buyon hech narsa yemagan bo'lishini bekorga shart qilmaydilar. Agar unday bo'lganda edi, agar to'liq fe'li ham, ya'ni ro'za tutish o'zi ham bo'linganda edi, u nima shart emas derdilar. Shuning uchun diqqat qilaylik. Savob juzlanadi deydilar. Tushundingmi? Xo'p. Valana endi bizning dalilimiz joiz bo'ladi dedik-a. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari ba'dama shahidal arobiy bi ru'yatil hilal. Demak, arobiy o'sha oyni ko'rgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Ala man akala, ogoh bo'lingki, kim yegan bo'lsa fala yakulanna baqiyat yawmihi. Kunini qolganini nima qilmasin, yemasin dedilar. Va man lam yakul, ana kim yemagan bo'lsa falyasum, ana nima qilsin? Ro'za tutsin dedilar. Tushunyapsizmi? Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Kim ro'za tutmagan, ya'ni subh sodiq kirgandan keyin gap ketyapti-da bu. Kim yemagan bo'lsa, demak tutsin deb aytayaptilar. Buni hech qanday tavilga nima qila olmaymiz buni. Va ma rawahu, endi shunday ekan, mana naqli dalilni keltirdilar. Endi bo'lmasa, mana Imom Shofiy keltirgan hadisga nima javob beramiz desa, va ma rawahu mahmul ala nafil fadila wal kamal ana. Xo'p, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlari bu fazilati to'liq bo'lmaydi, kamoloti to'liq bo'lmaydi degan ma'noda. Ya'ni kim ro'zani kechqurundan niyat qilmasa, u ro'zani fazilati to'liq emas degani. Bu xuddi boya hadis bor-ku. Xo'p, masjidda qo'shni bo'lgan kishini namozi yo'q, illo masjidda bor deganda, namoz o'qisa joiz, buni bil ittifoqda bu. Lekin fazilati noqis degan. Bu birinchi ma'no. Yoki ikkinchi ma'nosi lam yanvi annahu sawmun min al-layl. Demak, bu kechasidan buyon bu ro'za deb niyat qilmagan bo'lsa. Tushunarlimi? Ro'zasi yo'q deyilgani bo'ladi. Ya'ni kechasidan emas, balki o'sha ro'za tutganimdan buyon deb niyat qilsa, to'g'ri bo'laveradi unda. Tushundingmi boyaga aytilgan gap? Men mana bir kishi xo'p, men kechasidan o'sha ro'za tutdim deb niyat qilmasa, tushunyapsizlar? Kechasidan ro'za tutdim deb niyat qilmasa, hop, demak bunday odamni ro'zasi ro'za emas. Tushunyapsizlar? Ro'zasi ro'za emas. Xo'p, balki meni ro'zam mana shu niyat qilgan vaqtimdan buyon desa, bunday odamning nimasi? Ro'zasi ro'za bo'lmaydi tabiiyki. Tushunyapsizmi? Chunki boya ham aytdik, o'sha yemaslik shart qilinadi. Xo'p, demak, bu birinchi jihatdan biz dalil keltirdik. Yana bir jihati borki, valiyannahu yawmu sawm. Diqqat qilamiz. Va yana bu kun, ya'ni masalan, Ramazon kuni bu nima? Bu ana o'sha ro'za kuni hisoblanadi. Tushunarlimi? Masalan, Ramazon nima hisoblanadi? U kunda ro'za tutishlik farz. Chunki boshda aytdikki, Alloh taolo nima qilgan? Ramazon oyini ro'za uchun tayinlab qo'ygan dedik. Tushunyapsizmi? Xo'p. Shunday ekan, faytawaqqaful imsak fi awwalihi ala niyya al-mutaakhira al-muqtarina bi aksari kan-nafl. Bu demak nima ekan? Xuddi nafl kabi. Xo'p,
uni avvalida imsoq qilishlik. Ya'ni o'sha Ramazon kunini avvalidan subh sodiqdan imsoq, ya'ni yemaslik. Yemay turibdimi? Demak shunday ekan, bu o'sha keyin kelgan niyat ana o'shanga tavaqquf qilib turadi degani bo'ladi deyaptilar. Ya'ni bir kishi Ramazon oyida yemay turibdimi? Tushunyapsizlar? Mana shu yemay turishi boshida. Demak bu uni oxirida niyat bor degan narsaga o'sha nima bo'lib turadi? Dalil bo'lib turadi deyaptilar. Bu xuddi nafl kabi. Chunki bir jihati bor. Bir jihati borki, ro'zada niyat aksarida bo'lishi kerak. Shuning uchun ham biz shar'iy nahorni yarmidan oldin deyapmiz. Shar'iy nahorni yarmidan oldin bo'ladigan bo'lsa agar, demak nima bo'ladi? Aksar kunda niyat bilan bo'ladi. Shuning uchun aytayaptilar. Kunni avvalida imsoq qilib turibdimi? Ya'ni yemay ichmay turibdimi? Demak nima bo'ladi? Boyagi niyati, keyin kelgan niyati aksariga nima bo'lgan bo'ladi? Aksariga tavaqquf qilib turgan bo'ladi. Ya'ni aksari topilsa nima bo'ladi? Ro'zasi durust bo'ladi demoqchilar. Hammamiz tushundikmi? Xuddi nafl kabi. Nafl ham xuddi shunday. Nafl ro'zada ham nima qilsangiz, shar'iy nahorni yarmidan oldin niyat qilsangiz, aksarida niyat bo'lsa, u joiz bo'ladi. Ramazonda ham xuddi shunday deyaptilar. Xo'p, endi tabiiyki hammada savol paydo bo'ladi. Ramazonda niyat aksarida topilishi kerak deyapti. Lekin masalan Ramazon ham ibodat, namoz ham ibodat masalan. Nega namozda avvalida niyat bo'lishi kerak? O'rtalarida, masalan o'rtasidan oldin bo'lmaydi-ku unda, to'g'rimi? Ha. Masalan qiroat qilgandan keyin rukudan oldin niyat qilyapti. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Shuning uchun aytayaptilar. Va haza lianna sawm ruknun wahidun mumtad. Ramazonni bitta rukni bor. U imsoq u. Tushunyapsizlar? Yemay ichmay turishlik. Va o'sha nima? Rukun bu faqat nima qiladi? Cho'zilgan o'sha subh sodiqdan kechgacha cho'ziladi, imsoq cho'ziladi. Xo'p, shunday ekan, va niyatu li ta'yinihi lillahi ta'ala ana. Niyat o'zi nima uchun keladi? Niyat Alloh taolo uchun deb niyat qilishimiz uchun, tayinlashimiz uchun keladi. Shuni aytayaplarki, bu yerda niyat qilyapmizmi biz? Ya'ni yarmidan ko'pida niyat qilyapmizmi? Shunday ekan, faytarajjah bil kasra ana janbatul vujud ana. Aksarida niyat qilindimi? Demak, u niyat borlik jihati nima bo'ladi? Tarjih topadi, ustun keladi deyaptilar. Mana shu o'rinda deyaptilar, aksar kulli maqomida yuradi. Tushunyapsiz? Nega desa, chunki rukun bitta. Rukun bitta bo'lgandan keyin rukunni aksarida bo'lsa, demak rukun to'liq nima? Niyat bilan topilgan hisoblanadi deyaptilar. Xo'p, endi bu rukni bitta bo'lgan ibodatlarda bu tabiiyki. Rukni bir nechta bo'lgan ibodatlarda esa, masalan namozda bunaqa nima qilishlik joiz emas. Chunki bularni nimasi? Rukni bir nechta. Shuning uchun ham rukunda albatta nima topilishi kerak? Albatta niyat topish kerak. Agar biz rukudan oldin niyat qilsak, nima? Qiroat bilan masalan nimalar? Qiyomlar deylik, nima bo'lib ketadi? Niyatsiz bo'lib ketadi. Rukun niyatsiz o'tib ketsa, demak bu amal nima bo'ladi? Bu amal botil bo'ladi. Mana bi xilafi solati val hajji ana. Demak, namoz bilan hajni xilofida. Namoz bilan hajni boshlanishda niyat qilmasangiz durust bo'lmaydi. Sababini aytdik, chunki bular bir nechta rukundan iborat. Shunday ekan, mana li'annaha arkon, chunki bular bu ikkovi bir necha rukundan iborat. Fayushtaratu qironuha bil aqdi ala adayha. Demak, niyatni adosiga nima qilish kerak? O'sha aqdni nima qilishimiz kerak? Yaqinlashtirishimiz kerak. Niyatni ana o'sha adosini aqdiga nima qilishimiz kerak? Yaqinlashtirishimiz kerak. Chunki ba'zi rukunlar niyatsiz bo'lib qolmasligi uchun. Tushundikmi? Xo'p. Va yana va bi xilafil qado. Va yana qazoni xilofida. Endi bu ham bir tabiiyki savol paydo bo'ladi. Xo'p, siz ro'zani bitta rukun dedingiz. Aksarida niyat qilsa o'taveradi dedingiz. Lekin qazo ro'zalarni pastroqda keladi-da, qazo ro'zalar albatta kechasi niyat qilish kerak deydilar. Nega qazo ro'zalarda ham shunday demayapsiz, deyaptilar. Ya'ni qazo ro'zalarni
o'sha shar'iy nahorni yarmidan oldin qilsa bo'lmaydi desangiz bo'lmaydimi desa, shuni aytyaptilar. Yo'q, unga o'xshamaydi bu. Tushunayapmi? Qazoda kechasi, ya'ni tong otishdan oldin qilish kerak. Nega? Li'annahu yatawaqqafu ala sawmi zalikal yawm huwa nafl. Chunki diqqat qilaylik. Agar niyat bo'lmasa nima bo'ladi? Niyat bo'lmasa o'sha kunga ro'zaga imsok tavaqquf topib qoladi. Qarang, agar niyat qilmadingiz. Niyat nima uchun edi? Tayinlash uchun edi. Niyat tayinlash uchun. Siz faraz qilaylik, bir kuni yemay turdingiz, shar'iy nahorgacha. Demak, shar'iy nahorni yarmigacha siz bora nima qildingiz? Qazo niyat qildingiz deylik. Xo'p, undan oldinchi? Undan oldingi mana bu siz yemay ichmay turganingiz o'sha kungi ro'zaga nima bo'ladi? Bog'liq bo'lib turadi. O'sha kungi ro'za u naflda. Biron bir kun yo'q-ku, endi u qazo kuni deyilgan narsa yo'q-ku. Demak, qaytarilgan kun bor, Ramazon nimasi bor, tushunyapsizlar-a? Va yana boyga muayyan bo'lsa nazrlar, bu qolgani nafl kunlar. Hamma tushunyaptimi? U nafl kuniga nima tavaqquf topdi. Shuning uchun ham endi nima qilib bo'lmaydi? Siz go'yoki naflga shuruq qilib bo'lgansiz. Siz qaytadan nima qila olmaysiz? Qazoni niyat qila olmaysiz. Xo'p, va bi xilafi ma ba'da zavol. Va yana biz nima deymiz? Xo'p, va yana zavoldan keyin ham bo'lmaydi deymiz. Zavoldan keyin niyat qilsa bo'lmaydi. Ya'ni shar'iy nahorni yarmidan keyin niyat qilsa bo'lmaydi. Nega? Li'annahu lam yujad iqtironuha bil aksar. Chunki niyat o'sha rukunni aksariga yaqin bo'lmadi. Niyat rukunni aksarida topilmadi. Shunday ekan fatarajjahat janbatul fawat. Ana shunday ekan favt, yo'qlik tarafi endi nima bo'ladi? Rojih keladi, ustun keladi. Shuning uchun ham aksarida yo'qmi, demak yo'q bo'ladi niyat. Shuning uchun ham joiz emas dedik. Xo'p, masalan tushundik-a? Xo'p, summa qala fil muxtasar Muxtasar al-Quduriyda boya aytganimiz. Ma baynahu va bayna zavol deb keldi. Matnda. Jami sag'irda esa qabla nisfin nahor deydilar. Shar'iy nahorni yarmidan oldin deyiladi. Mana shu gap to'g'riroq. Ya'ni shar'iy nahorni yarmidan oldin deyishlik mana shu gap to'g'riroq hisoblanadi. Nega desa, li'annahu la budda min wujudi niyya fi aksari nahorda. Chunki kunni aksar qismida niyat topilishi kerak. Tushunarlimi? Endi zavol bo'ldimi, endi u nima bo'lgan bo'ladi? Shar'iy nahorni yarmi o'tib ketgan bo'ladi. Xo'p, endi qanday bilamiz? Shar'iy nahor nima, lug'aviy nahor nima? Shar'iy nahor tong ot, bomdod vaqti kirishidan quyosh botgunigacha. Bu shar'iy nahor. Shar'iy nahorni yarmini qayerdan topamiz? Xo'p, shar'iy nahorni yarmini tong otdi, diqqat qilamiz. Tong otdimi? Tong otishdan quyosh chiqqanigacha qancha vaqt bor? Bomdod vaqti kirishi bilan chiqishi qancha vaqt? Masalan, 1,5 soat vaqt bormi? Tushunyapsizlar-a? Ana o'shani yarmi qancha? 45 minut. Tushunyapsizlar-a? 45 minut. Endi sizlar nima qilasizlar? Ana o'sha zavol vaqtidan 45 minutni ayirasizlar. Tushunyapsizlar-a? Masalan deylik, zavol vaqti nima bo'ldi? Hozirgi paytda 12:30 da bo'ladigan bo'lsa, ana o'shandan 45 minutni ayirsangiz, demak mana shu nima bo'ladi? Mana shu dohvatul kubro deyiladi, katta choshgoh deyiladi. Mana shu shar'iy nahorni yarmi deyiladi. Ana o'shangacha niyat qilsa bo'ladi. Undan u yog'iga niyat qilib bo'lmaydi. Hammamiz tushundik-a? Xo'p, va nisfu min vaqti tulu'il fajr ila vaqti dohvatil kubro. Mana shuni hozir aytdik. Demak, shar'iy nahorni yarmi qaydan bu? Demak, tong otishidan to ana o'sha katta choshgohgacha boya aytganimizdek. La vaqtu zavol. Demak, zavol vaqti emas. Zavol vaqti bo'lsa, u nima bo'ladi? U shar'iy nahorni yarmi o'tib ketgan bo'ladi. Bu endi lug'aviy nahor bor, bilasizlar-a? Lug'aviy nahor quyosh chiqishidan quyosh botgunigacha. Bunda zavol yarmi hisoblanadi. Hammamiz tushundik-a? Xo'p, fatushtaratu niyatu qablaha. Shunday ekan, o'sha katta choshgohdan oldin nima qilish kerak? Niyat qilish kerak. Tushunarlimi? Xo'p.
Liyatahaqqaqa fil aksar. Nega? Chunki aksarida topilishi uchun. ولا فرق بين المسافر والمقيم خلافا لزفر لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل. Ana. Hop, bizni mazhabimizda musofirmi, muqimmi farqi yo'q deymiz. Ya'ni masalan bir kishi muqim deyilgan, muqim haqida gap so'z yo'q endi. Endi musofir haqida asosan ixtilof bor. Hop, musofirda bir kishi safarda yemay turibdi, ertalab niyat qilmagan, shar'iy nahorni yarmidan oldin niyat qilsa bo'ladimi desa, biz bo'ladi deymiz. Tushunarli? Imom Zufar bo'lmaydi deydilar. Hop, bizning dalilimiz, biz aytamizki dalillarda, biz aytgan o'sha oyat hadislarda tafsilot bayon qilinmagan. Muqim, musofir deb aytilmagan deymiz. Xo'p, endi nega desa, bir Imom Zufar nimaga unday deyaptilar? Qaranglar. Imom Zufarning qiziq nozik dalillari bor. Imom Zufar aytadilarki, mana muqim kishi yemay turibdimi deydilar. Muqim kishi shar'iy nahorni yarmidan oldingacha yemay turibdimi? Demak, u nima deydilar? U bir roza, bir narsa niyati borki, u yemay turibdi deydilar. Musofirchi? Tushunyapsizlarmi? Musofir o'zi unga nima bor? Ruxsat borda, tushunyapsizlarmi? Unga uni haqida nima bu tavaqquf topmaydi. Ya'ni o'zi unda ruxsat bor. Tushunyapsizmi? Mutlaq ro'zaga aytadiki, faqat Ramazon uchun. Mana shu. Qaysi? Imom Zufarning xilofligi. Mutlaq Ramazon ro'zasi bo'lsin, boshqa ro'za. Bu asosan xilof bu Ramazon ro'zada. Boyaga aytilganimizdek, naflda bu nima yo'q. Naflda bunday ixtilof yo'q. Xo'p, davom ettiramiz. Xo'p. Endi biz nima deymiz Imom Zufarni bu dalillariga? Biz aytamizki, musofir kishi aslida unda ruxsat bor edi. Nega? Ruxsat bor edi. Lekin u ruxsatni olmayapti. Tushunyapsizlar? Ruxsatni olmasdan kirishyapti. Demak, u nima qilyapti? Demak, u ana o'sha ruxsatni olmasdan endi adoga kirishyaptimi? Demak, u o'shani tayin qilgan bo'ladi deymiz. Hamma tushunyaptimi? وهذا الضرب من الصوم يتعدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر. Demak, bunga o'xshash roza. Ya'ni farz rozasi. Tushunarlimi? O'sha Ramazon rozasini nazarda tutiladi. Buni faqatgina o'sha Ramazon rozasiga deyishlik to'g'ri deyshadi ulamolar. Tushunarlimi? Nazr muayyanga to'g'ri kelmaydi bu. Agar chunki nazrni bir kishi nazr qilganda, masalan shu masalan 13-yanvar men tutaman deb nazr qilganda, lekin bu kishi 13-turib nima qilyapti? Vojibni niyat qilsa, vojibdan o'tib ketaveradi-da, boshqa vojibdan. Nazr muayyanga to'g'ri kelmaydi bu. U faqatgina Ramazonga to'g'ri keladi. Bunga o'xshash roza deganda tepada Ramazon bilan nazr muayyanni birga aytib o'tdilarda, zehniga darrov keladiki, Ramazon ham nazr muayyan ham bir xil hukmda ekanda degan narsa keladi. Yo'q demoqchilar. Shorihlar aytadilarki, yo'q. Faqatgina bu yerda Ramazon rozasi nazarda tutilgan. Chunki nazr muayyanni kuniga siz boshqa vojibni, qazoni niyat qildingiz. Qazodan o'tib ketadi deydilar. Tushundingmi? Xo'p, demak, mana shu Ramazon rozasi mutlaq niyat bilan. Mana Ramazon turibdi, siz mutlaq niyat qildingiz. Men roza tutishni niyat qildim deysiz. Yoki nafl roza tutaman deb niyat qilasiz. Yoki boshqa vojib. Masalan, qazo tutaman dedingiz. Bu ham vojib. Niyat qilsangiz ham baribir nima bo'ladi? Baribir Ramazondan o'tadi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, fi niyati nafl. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi naflni niyat qilsa. Ya'ni bir kishi Ramazonda turib naflni niyat qilyapti. Bu obis bu nima qilyapti? O'yin qilayotgan odam deydilar. Bu na farzdan, na nafldan o'tadi deydilar. Xo'p, mutlaq aytsa-chi, ya'ni mutlaq degani niyat qildim roza tutmoqligini desa. Mutlaq. Bu borada ikki xil qavl bor. Bir qavlda farz, ya'ni rozadan o'tadi deyiladi, bir qavlda o'tmaydi deyiladi. O'tmaydi deyishlik mana shu sahihroq deyiladi. Imom Malik, Imom Ahmad ham mana shunday deydilar. Li'annahu bi niyati nafl mu'ridun anil fard ana. Nimaga u obis dedilar? Chunki
farz Ramazon bo'lib turib, u nafl niyat qildimi, demak u farzdan yuz o'giruvchi bo'ladi. Tushunayapmi? Farzdan yuz o'giryaptimi, demak u uni niyati e'tibor qilinmaydi deydilar. Tushunayapmi? Shunday ekan fala yakunu lahul fard. Demak shunday ekan u farzdan o'tmaydi. Xo'p. Endi Valan bizning dalilimiz annal fard mutaayyin fi. Ana biz aytamizki, o'sha Ramazon oyida farz tayin topgan deymiz. Farz tayin topgan. Chunki shoriy buni nima qilgan? Alloh taolo o'sha Ramazon oyida tayinlagan. Fayusobu bi asli niyya. Ana shunday ekan, mutlaq niyatni o'zi bo'lsa topaveradi deymiz. Tushunarlimi? Ramazondan o'taveradi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Bir misol keltiradilar. Ajoyib. Kal mutawahhidi fi dar yusobu bi ismi jinsi ana. Xuddi hovlida bitta kishi turibdi, bir kishi turibdi. Mana faraz qiling, hovlida bitta odam bor. Keyin inson desangiz, u men deydi. İnson kimsan desangiz, men falonchiman deydi. Demak, ko'ryapsizmi? Demak, agar bitta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hovlida bitta tayinda bu aniq. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun jinsini nomini aytsangiz, inson desangiz ham u tushunilaveradi. Bu yerda niyat qilsangiz ham o'sha tushunilaveradi deyaptilar. Tushunarlimi? Va iza nawa nafla aw wajiban akhar faqat nawa asla somi. Ana agar bir kishi nafl niyat qilsa yoki boshqa vojib niyat qilsa, tabiiyki bu ro'zani aslini niyat qilgan bo'ladi va yana bir jihatini ziyoda qilgan bo'ladi. Ya'ni nafl degan bo'ladi va yoki vojib degan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Vaqat lag'atil jiha, boyaga nafl va vojiblik jihati lag'ov bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki vaqt uni qabul qilmaydi. Vaqt farzni vaqti. Fa baqiyal asl, nima qoladi? Asl niyat qoladi deyaptilar. Tushunyapsizlarmi? Va huwa kafi, mana shu kifoya qiladi deb chiroyli dalil keltiribdilar. Wala farqa baynal musafir val muqim. Demak, musofir va muqimning orasida hech qanday farq yo'q deyaptilar. Tushunarlimi? Demak, musofir bo'ladi, muqim bo'ladimi? Nafl niyat qiladimi, mutlaqmi yoki boshqa vojib niyat qiladimi? Nimadan o'tadi? Ramazondan o'tadi deyaptilar. Va sahih va saqim inda Abi Yusuf va Muhammad. Xo'p, va yana qaranglarki, sahih va saqim orasida ham nima yo'q? Farq yo'q. Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad nazdida. Nega desa, xo'p, lianna ruxsata kayla talzamal ma'zura mashaqqa. Xo'p, diqqat qilamiz. Nega desa, chunki ruxsat bu ana o'sha ma'zur kishiga mashaqqat keltirmaslik uchun. Fa iza tahammalaha, endi u o'sha mashaqqatni ko'taryaptimi? Ya'ni roza tutaman deyaptimi? İltahaqa bi g'ayril ma'zur deydilar. U demak nima bo'lmaydi? U ma'zur emas u deydilar. Demak, u men roza tutaman deb o'ziga olyaptimi? Demak u ma'zur hisoblanmaydi deydilar. Imom Abu Hanifachi, diqqat qilamiz. Imom Abu Hanifa nima deydilar? Iza somal marid val musafir bi niyati wajibin akhar. Bitta joyda farq bor. Agar deydilar, kasal kishi va musofir kishi xo'p, boshqa vojibni niyat qilib Ramazon oyida, tushunyapsizlarmi? Ramazon oyi ketyapti, bir kishi safarda yoki bir kishi kasal. Men boshqa vojibni niyat qildim deb niyat qilsa, roza tutsa. Tushunarlimi? Yaqo'anhu ana o'sha boshqa vojibdan o'tadi. Nega? Liannahu shag'alal vaqta bil ahammi. Diqqat qilamiz, juda nozik. Chunki o'sha vaqtini eng muhim narsa bilan mashg'ul qilyapti-da. Eng muhim narsa bilan vaqtini o'tkazyapti. Tushunarlimi? U muhim nima edi? O'sha boshqa vojib edi-da. Tushunyapsizlarmi? Endi sizlarga men tushuntiraman. Mana aytiblar, li tahattumihi fil hal deyaptilar. Chunki o'sha holatda boyagi kasalga ham, boyagi musofirga ham vojib farz narsa nima? Ana o'sha boshqa vojib edi. Masalan, bir kishi safarga chiqdi. Shariat nima qilgan? Shariat unga ruxsat bergan, sen tutmay tur degan. U endi unga qachon tutish vojib bo'ladi? Agar qaytib kelganda va yana nimasi borki, o'sha kunlarni topsa agar. Necha kun safarda edi, o'sha kunlar yashasa, agar necha kun kasal edi, o'sha kunlar yashasa. Bu hali keladi davomida. O'shangacha shariat unga kechiktirib turadi. Ayni vaqtda Ramazon oyida
Ramazondan ko'ra, Ramazon ro'zasidan da ko'ra bu kishiga oldingi qazosi muhimroq hisoblanadi. Tushunarlimi? Chunki o'sha Ramazonda o'ldi deylik, bir o'lsa, o'sha bir necha kun o'tkazib deylikda, o'sha kunda Alloh masalan deylik, bir kishi safarga chiqdi yoki kasal, Ramazon oyini to'liq ro'za tutmasa, Ramazon chiqishi bilan vafot etdi. Alloh taolo bu bandadan boy o'sha Ramazonni so'ramaydi. Tushunyapsizmi? Avvalgi qazolarni so'raydi. Shuning uchun ham Ramazon oyida kerak bo'lsa, u boshqa o'sha qazosini tutsin, boshqa vojibini tutsin deyilyapti. Chunki unga nisbatan muhimi shu deyilyapti. Li tahattumi fil hal. Tushunarlimi? Chunki qazo hamma holda vojibda lozim. Mana va takhayyurihi fi sawmi Ramazon ila idrokil idda ana. Va yana banda to o'sha muddat topkunigacha Ramazondan keyin yoki safardan qaytgandan kasalligi tuzilgandan keyin o'sha muddatni topkunigacha bandaga ixtiyor beriladi. Ro'za tutishmaslik. Tushunyapsiz-a? Unda ixtiyor bor, lekin uni qazosini nima qilishligi u lozimiy. Shuning uchun ham muhimroq narsa bilan nima qilsin deydilar. Vaqtini o'tkazsin deydilar. Tushundingmi? Va anhu fi niyati tatawwu rivoyatan. Xo'p. Demak, Imom Abu Hanifadan nafl niyat qilsa ikki xil rivoyat bor. Xo'p. Nafl niyat qilsa ikki xil rivoyat bor. Wal farqu ala ihdahuma annahu ma surifa al-vaqt ila al-aham ana. Xo'p. Imom Abu Hanifa aytadilarki, bir kishi kasal yo musofir nafl niyat qilsa nima bo'ladi? Ramazon oyida turib nafl niyat qilsa. Xo'p. Ibn Samoani rivoyatlariga ko'ra, ana shu nafldan o'tadi deydilar. Tushunarlimi? Xo'p, bir rivoyatda shunday. Yana bir rivoyatda yo'q, nima bo'lmaydi? Nafldan o'tmaydi deyiladi. Tushunarlimi? Nega desa, endi nima farqi bor? Savol. Nima farqi bor? Tepadagidan nima farqi bor desa, annahu ma sarafa al-vaqt ila al-aham. U vaqtini muhim bo'lgan narsaga sarflamadida. Shuning uchun ham nimadan o'tmaydi baribir. Nafldan o'tmaydi, Ramazondan o'tib ketadi deyiladi. Chunki u vaqtini muhim narsa bilan sarf. U nafldan so'ramaydi Alloh taolo. U qazosi u muhim edi. Qazo bilan vaqtini o'tkazmasdan turib nafl niyat qilyapti. Shuning uchun ham nima qilish kerak? Shuning uchun ham unda nima nafldan o'tmaydi, bu balki o'sha Ramazondan o'tadi deyiladi. Hammamiz tushundik-a? Xo'p. Endi vadorbu sani ikkinchi turi bor. Ro'zani ikkinchi turi. Masabada fi zimmati. Demak, zimmada sobit bo'ladiganlar. Masalan, kaqadoy shahr Ramazon va somil kaffara. Ana. Ramazonni qazosi. Ramazon oyida tutmagan, deylik yoki tutolmagan qazosini. Yoki kafforat ro'zalari. Va shuningdek nazr mutlaqlar ham boshqalar ham hammasi bular zimmada sobit bo'lganlari bular. Shunday ekan fala yajuz illa bi niyatin min al-layl. Shunday ekan bunaqa ro'zalarni albatta tong otishdan oldin kechasi nima qilish kerak? Ro'za tutish kerak. Niyat qilish kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Endi layl deyilyapti kechasi. O'sha nima kirishi bilanoq qilsa, niyat qilsa bo'lmaydi desa bo'laveradi deyshadi ulamolar. Tushunarlimi? Tong otishi bilanoq qilsa bo'ladimi desa bo'ladi deydilar. Tushunarlimi? Fatvoy Qozixonda shunday deyiladi. Chunki sharti iqtiron bo'lishi kerak. Oldin degan narsa yo'q. Tushunarlimi? Oldin degan narsa yo'q. Demak, niyat o'sha amalga yaqin bo'lishi kerak. Oldin degan shart yo'q. Shuning uchun ham birgalikda muqtarin qilsa joiz deyiladi. Li'annahu g'oyru mutayin. Ana, diqqat qilamiz. Nega niyat qilish kerak kechasi? Chunki tayin emasda bular. Bu qazolar zimmada bular, tayin emas. Wala budda min at-tayin min al-ibtido. Shunday ekan, ibtidoan nima qilish kerak? Bularni tayin qilish kerak, tayin topish uchun. Wa an-naflu kulluhu yajuz bi niyatin qabla zawal. Demak, naflni hammasi joiz bo'ladi zavoldan oldingi niyat bilan. Tushunarlimi? Endi zavoldan oldingi degani shar'iy nahordan oldin degani. Xilafan li Maliki rahimahulloh, Imom Malikka xilof tarzda. Xo'p, Imom Malik nima dedilar? U kishi illoki kechasi bo'lishi kerak dedilar. Niyat kecha naflda ham. U zot fa innahu yatamassak bi itloqi ma rawayna. U kishi
biz tepada keltirdik-ku Imom Shofiy tarafidan dalil. La siyama liman lam yanvi siyam min al-layl deganni o'sha zohirini oladilar. O'shani mutlaqligini oladilar. Tushunarlimi? Mutlaq aytilyapti bu yerda. Demak, nafl ham kirib ketadi dedilar. Valana bizning dalilimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'zador bo'lmasdan turib tong ottirib, keyin nima deganlar? Unday bo'lsa men ro'zadorman deganlar. Bu Oysha onamizdan rivoyatlar keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib, biror narsalaringiz bormi deganda, yo'q deganlarda, bo'lmasa men ro'zadorman deb aytganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Imom Muslimlar va boshqa sahih kitoblarda bu keltiriladi. Xo'p, bu naqliy dalil. Yana aqliy dalil valanal mashru' xorija Ramazon va naflana. Diqqat qilaylik. Boyaga aytgan gapimiz. Ramazondan tashqari barcha kunlarda o'zi mashru' narsa nima edi? Naflda. Tushunaya? Shunday ekan faytawaqqaful imsak fi awwalil yawm ala sayrurati sawman bi niyati ala ma zakana. Shunday ekan kunni avvalida imsak qilib turibdimi? Yemay turibdimi? Uni tepada aytganimizdek niyat bilan ro'zaga aylantiraveradi. Tushunarlimi? Naflga aylantiraveradi. Walau nawa ba'da zawal, endi zavoldan keyin niyat qilsa-chi. Zavoldan keyin niyat qilsa nima bo'lmaydi? Xo'p, joiz bo'lmaydi. Mana Imom Shofiy rahmatulloh joiz deydilar. Tushunarlimi? Boya aytdik, sizdan aytdim-ku, farqi shunda Imom Shofiyning tafsilotlari. Imom Shofiy rahmatulloh alayh zavoldan keyin ham joiz deydilar. Tushunarlimi? Chunki boya aytdik, o'qish nazdida savob nima bo'ladi? Taqsimlanadi. Hattoki masalan bir kishi o'sha subh sodiqdan asrgacha hech narsa yemadi. Niyat qilsa o'tadi desa, o'tadi. O'sha qismicha 1,5 soatlik savob oladi deydilar-da. Tushunarlimi? Asah qavllari shu. Va yasir soyman min hayn nawa, demak niyat qilgan paytdan nima? Ro'zador hisoblanadi. Iz huwa mutajazziyun indahu. Chunki aytdik, o'qish nazdida savob ajr juzlanadi deydilar. Likawni mabni ala nashot ana. Chunki nashotga, ya'ni u insonni faolligiga, xursandchiligiga bog'liq. Xo'p, ehtimol kishi zavoldan keyin nima qilar? Mana shunga qunt qilar. Illa anna min shartihi al-imsak fi awwal nahar ana. Lekin shart shuki, nima bo'lish kerak? O'sha subh sodiqdan boshlab u hech narsa yemagan bo'lish kerak. Xo'p, va indana biz aytamizki yasiru soiman min awwalin nahar. Biz aytamizki biz tajazzi yo'q deymiz, juzlanmaydi deymiz ro'za. Shunday ekan, ro'za tutdimi, o'sha subh sodiqdan boshlanib, o'sha ro'zador hisoblanadi. Li'annahu ibadatu qahrin nafs. Chunki bu o'sha nafsni nima qilishlik, nafsni ustidan g'olib kelishlik, nafsni boshini yanchishlik ibodat hisoblanadi. Va hiya inma yatahaqqaq bi imsakin muqaddar. Bu endi nafsni qanday, qachon boshini nima qilamiz? Yanchamiz. Demak, ana o'sha belgilangan nima bilan? Imsok bilan. Ya'ni, o'zini tiyish bilan bo'ladi. Fayu'tabar qironu niyya bi aksari. Shunday ekan, ana o'sha niyat nima bo'lishi kerak? Aksarida albatta topilishi kerak. Tushunarlimi? Kullida shart qilinmaydi. Imom Shofiy, Imom Malik kullida niyat bo'lishi kerak dedilar. Biz aksarida deymiz. Tushunarlimi? Xo'p. Endi keyingi masalamiz وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان وإن رواه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا. Keyingi masala. Xo'p, odamlar oyni ko'rishlari, oyni qidirishlari lozim bo'ladi. Ya'ni vojib bo'ladi degani o'sha kifoya tarzida bu, tushunyapsizlar-a? Vojib bu rostdan ham. Tushunyapsizmi? Xo'p. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislar keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha Sha'bon oyini rosa nima qilardilar? Diqqat qilardi. Chunki Sha'bon oyini ko'rish Ramazon oyini aniq bo'lishiga nimada endi sababchi. Chunki Ramazondan oldingi oy-ku endi. Shuning uchun ham ko'pgina ulamolar aytadilarki, demak nima qilish kerak? Demak, bu oyni diqqat qilishlik, e'tibor qilishlik bu lozimiy hisoblanadi deyshar. Xo'p. Hozir yana bahslarni aytamiz. Xo'p, endi oyni qidirishlari kerak. Nechinchi kun? Sha'bonning 29-kuni hilolni
ya'ni yangi oy chiqarmikan deb nima izlashlari kerak. Odamlar baland joylarga chiqib izlashlari kerak. Xo'p, fa in ra'awhu somu. Agar endi rostdan yangi oy chiqqan bo'lsa, nima bo'ladi? Ro'zani tutishadi, ertaga Ramazonni tutishadi. Va in g'umma alayhim, ana agar endi bulutli bo'ladigan bo'lsa kun. Tushunarlimi? Agar kun bulutli bo'ladigan bo'lsa, Sha'bonni 30 kun qilib to'liq qilib keyin ro'za tutishadi endi. Tushunarlimi? G'umma degani ana o'sha bulutli bo'lsa degan. Xo'p, endi ulamolar aytadilarki, munajjimlarning gapi e'tibor qilinmaydi deydilar. Tushunarlimi? Xo'p, kim endi ularning gapiga nima qiladigan bo'lsa, gapiga suyanadigan bo'lsa, u shariatga nima qiladi? Oxir oqibat xilof qilgan bo'ladi. Endi agar muvofiq kelishi bor, muvofiq kelsa mayli, lekin aynan faqatgina ularning gapiga nima qilinmaydi? E'tibor qilinmaydi. Shuning uchun ham alhamdulillah hozirgi paytda diyorimizda ham nima qilinadi? Oy kuzatiladi. Albatta bu nima hisoblanadi? Albatta bu ummat buni qilishi kerak bo'lgan amallar hisoblanadi. Tushundingmi? Xo'p, dalil nima desa, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sumu li ru'yati." Uni ko'rib roza tutinglar, va aftiru li ru'yati. O'sha oyni ko'rib nima qilinglar? Og'izlaringizni ochinglar. Demak, Ramazon oyini ko'rib rozasini tutinglar va o'sha Shavvol oyini ko'rib nima qilinglar? Og'izlaringni ochinglar deb Imom Termiziy, Imom Davud keltiradilar. Fa in g'umma alaykumul hilal, agar sizlarga oy nima bulutli bo'ladigan bo'lsa, fa akmilu iddat Sha'bon 30 yawman. Demak, Sha'bonni 30 kun qilib to'liq qilinglar deydilar. Tushunarlimi? Hadisni bildikmi? Xo'p, va yana aytiladiki, o'sha mujarrabotlarga ham e'tibor qilinmaydi deydilar. Tajribalarga ham e'tibor qilinmaydi deydi. Albatta nima qilish kerak? Albatta ko'rish kerak deydilar. Tushunarlimi? Xo'p, va yana aytiladiki, hatto bir kishi tush ko'rsa ham unga e'tibor qilinmaydi deydilar. Masalan, bir kishi tush ko'rdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam roza tut ertaga desalar ham ko'rmaydi. Tushunarlimi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rish deyaptilarmi? Albatta oyni ko'rish e'tibor qilinadi. Xo'p, وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يُوجَدْ. Endi bu yerda bir kulliy qoidani aytiblar. Nega oy ko'rilmasa Sha'bon 30 kun aniq nima? To'liq 30 kun hisoblanib keyin roza tutiladi desa, chunki asl narsa hali ham nima? Sha'bonni davom etayotgani, turganligi. Shunday ekan, Sha'bondan boshqa oyga ko'chilmaydi, illo dalil bo'lib ko'rsa keyin ko'chiladi. Agar ko'rmadimi, demak Sha'bon turgan bo'ladi. Demak, Sha'bon albatta 30 kun qilinadi. 31 kun qilinmaydi, chunki oy 31 kun emas hijriyda. Bu yerda bir fiqhiy kulliy qoida borki, annal asla baqa'u ma kana ala ma kana. Bor narsani o'sha asligicha qolishligi, qolgan narsani asligicha qolishi ana o'sha asl hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p. Demak, bugungi darsimiz mana shu yergacha kifoya qiladi inshaalloh. Keyingi darsimiz o'sha shak kunda roza tutish, tutmaslik masalasi bilan davom ettiramiz. Vallohu alam bissavob.